Assalomu alaykum hammaga. Echizka yangi echizkani 7-mavzusiga yetib keldik. Doimgidek 7-mavzu boshlashdan oldin biz nima qilamiz? O'sha oldingi dars mashqlarini bir ko'rib o'tib ketamiz. Hop, eng yuqoriga chiqqanimizda nimalar bor? Biz oldingi darsni ko'rgan bo'lsangiz, so'zlarni yodlagan bo'lsangiz, birinchi qismida ration ya'ni takrorlash darsi bor. Shu joyini nima qilamiz? Bitta ko'rib chiqamiz va boshlaymiz. Hop, demak, bu yerda bizda ba'zi so'zlar bor, ya'ni shouji so'zlari bor. Shouji menimcha o'tgan safar o'tdik, ya'ni degan telefon demak. Nima qilamiz? Yozib chiqamiz, ya'ni qaysi to'g'ri keladi? A ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Hozir ustilik qolibdi. Mana A ga. Hop, keyingisi one fun. One fun kechki ovqat deydi. Yana qaysi to'g'ri keladi? Mana ovqatlanadigan insonlarga. Demak, B ga bu to'g'ri keladi. Keyingisi chaoshi. Chaoshi supermarket. Chao super sh market, ya'ni supermarket. Neonay ya'ni sut degani. D cho'zuvchi bu qaysi to'g'ri keladi? Bu E ga to'g'ri keladi. Oxirgisi mifan guruchli ovqat bu F ga to'g'ri keladi. Hop, yana qanaqa mashqlar bor edi? Hop, ko'rib ketamiz. Bu yerda Bayyue Siangchui Chaoshi. Ya'ni Bayyue qachon qayerga bormoqchi edi? Supermarketga. Pastda varianti bor, to'g'ri? Hop, mana nima deyapti? Ming tian, demak ming tianga, demak S variantini yozib qo'yamiz. Hop, Bayyue Siang Mai nima sotmoqchi edi? Qayta Nyunay sut yozilgan, to'g'ri? Demak, nima yozamiz? Sutni yozib qo'yamiz. Buni. Buni agar dars mobaynida qilgan bo'lsangiz yaxshi, mabodo qilmagan bo'lsangiz mana birato'la qilib o'tib ketyapmiz. Hop, pastroq tushiramiz. Mana bu joyi bor. Bu joyida nima bor? Wang Yisue Ijiaran Siangchui Nali Siangchui Fandian, ya'ni Sianni qayerdagi restoranga bormoqchi edi? Nima qilmoqchi edi? Demak, kechqurungi ovqat yemoqchi. Demak, qaysi to'g'ri keladi? S ga to'g'ri keladi. Ya'ni S ni yozib qo'yamiz. S ga to'g'ri keladi. Keyin Liu Xiaoming, bu Siangchi Liu Xiaoming nima yeyish xohlamayotgandi? Hop, yozilganmidi? Hop, demak, bu Jiaozi Liu Xiaoming Jiaozi yeyish xohlamayotgan edi. Demak, nima yozamiz? Jiaozi bu Baozi ekan. Baozi bu bo'g'irsoq degani. Bunga qaysi bo'ladi? Demak, bunga hozir B ni yozib qo'yamiz. Tushunarli? Demak, bunga B variant bo'ladi. Ya'ni qaysi joyga? Mana bu joyga, ikkinchisiga. Tekstdagi savollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz tekst o'qiysiz va tekstdagi savol javob qilishingiz kerak. Buni dars mobaynida qilsangiz ham bo'ladi, ustozingiz bilan yoki o'zingiz videolarimizni ko'rib qilsangiz ham bo'ladi. Videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, iltimos. Qolganlar ham ko'proq foydali narsani ko'rib o'rganadi. Hop, mana bu yerda ortimni takrorlashingiz kerak. Woxiangqu chaoshi maydongxi. Woxiangqu chaoshi maydongxi. Bittada qaytara olmagan bo'lsangiz, ikkinchisida harakat qilasiz. Agar unda ham bo'lmasa, mana yozib qo'yamiz. Woxiangqu chaoshi maydongxi. Bu so'zni tarjimasini kommentariyga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingisida woman chu xian fandian shi wan fan. Takrorlang. Woman chu xian fandian shi wan fan. Agar qaytargan bo'lsa yaxshi, qaytara olmagan bo'lsangiz, mana pinini yozib qo'yamiz. Hop, chu xian shahar nomi. Hop, xianni kattaroq yozamiz. Xian shahar nomlarida mana bunaqa tutuq belgisi bo'ladi. Bu yerda yozilmagan. Asli shunaqa tutuq belgisi bo'lishi kerak. Xian Fandian Chi Wan Fan. Buni ham tarjimasini kommentga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hop, bu yoqda ham aytaman, ortimni takrorlaysiz. Woman zuo chu zu chi chu xian Fandian. Woman zuo chu zu chi chu xian Fandian. Qaytargan bo'lsa yaxshi, qaytara olmagan bo'lsangiz buni o'qib takrorlasam bo'ladi. Woman zuo chu zu chi chu
sian. Hop, sian fandian. Va keyingisi buni ham ma'nosini yozib qo'ysangiz bo'ladi kommentariyaga. Nima degan ma'nosini. Tepadagi mavzulardan, so'zlardan olingan so'zlar bilan. Keyingisi tazo cho'zuvchi chuy chaoshi. Tazo cho'zuvchi chuy chaoshi. Bu yerda nima yozamiz endi? Birinchi ta'ni eshitdingiz, to'g'rimi? Tazo cho'zuvchi chuy chaoshi. Ya'ni bu bitta struktura, ya'ni asosan nima deymiz? Ega plus fe'l, keyin obyekt, ya'ni obyekt ekan, endi kesim deydi o'zbek tilida, kesim. Hop, keyin yana fe'l, faqat ikkinchi fe'l. Keyin yana kesim 2. Ya'ni siz nimagadir o'tirib, nimagadir qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, xuddi shu tartibni qilasiz, strukturadan foydalanasiz. Men o'tiraman nimagadirga, boraman qayergadir deb gap tuzasiz. Tushunarli? Hop, pastga tushamiz. Zm grammatikasi aytgandik. Mana bu yerda ham ba'zi so'zlar bor. Qaysi edi? Woman zm chuy. Biz qanday boramiz? Nimada boramiz? Taz zm chuy chaoshi. U supermarket qanaqa boradi? Xullas, buni mana shu dars vaqtida o'tib ketganmiz. Bu joylarni adashmasam qilganmiz. Agar qilmagan bo'lsak, yana bir ko'rib o'tib ketamiz. Wosiang chaoshi niunay. Hozirgi grammatikamizni foydalanib gap tuzamiz. Ya'ni qaysi? Men supermarketga borib sut olaman desak nima deymiz? Demak, bormoq so'zini qo'yamiz. Ya'ni qaysini? Shu so'zini qo'yamiz. Keyingisiga sut sotib olaman, sotib olmoq so'zini nima qo'yamiz endi? Mayni qo'yamiz, ya'ni be ni qo'yamiz. Tushunarli? Keyingisi woman cho'zuvchi chusian fandian chifan fan. Biz taksi sianga borib kechki ovqat yeymiz. Demak, cho'zuvchi so'zi keladi. Demak, nima qo'yamiz bu yerga? Zuoni qo'yamiz. Ya'ni zuo degani o'tirmoq degani, zuoni qo'yamiz. Hop, keyingisida mama siang chi shimma. Oyi, nima ish xohlaysiz? Onasi o'g'liga aytibdi, sen nima ish xohlaysan? Ni siang chi shimma? Haydi, bolasimi debdi. O siang chi ovqatlarni nomini qo'yishimiz kerak. Bitta mifan bor. Mifan nima edi bu? Guruchli ovqat. Shuni qo'yib qo'yamiz. Mifan siz o'zlari chiqib keladi. Keyingisi Laoshi nida shoji xamashi. Siz telefon raqamingiz qanaqa deymiz-ku? Yoki qanchamiz? Duoshao deb qo'yamiz. Telefon raqamingiz duoshao, boshqa variant qo'yib bo'lmaydi. Buni to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz yaxshi, to'g'ri qo'ymagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Keyingi darslarda ham yana ham sekin-sekin o'rganib olasiz. Hop, to'g'ri chiqqan bo'lsa yaxshi. Endi pastga bu yerga nima deb yozsak bo'ladi? Xuddi tepa tekstni javobi turibdi qarasa. Tada shoji haoma shoji hao shi deb so'z yozib qo'yasiz. Qaysini mana? Shoji hao. Uni telefon raqami necha? Keyingisi Wosiang chaoshi niunay. Men xohlayman supermarket sut. Bu yerga qo'ysak bo'ladi? Bormoqni, ya'ni chuy so'zini qo'ysak bo'ladi. Sotib olmoqqa-chi mayda qo'ysak bo'ladi. Tushunarli? Hop, ba'zi joylarda nima tushunmayotgan bo'lsangiz, sekin kommentariy yozib qoldirsangiz, men batafsil yana nima qilaman, keyingi darsda qaysi joyda qanaqa qo'shimchalar kiritish kerak, pinini yozaymi, yozmaymi, o'shalarni aytib o'tib ketsangiz bo'ladi. Endi bu darslar asosan xitoy tilidan ozgina xabari bor insonlar uchun. Bu yerda ham bu yerda nima yozsa bo'ladi? Wang yi sui xiang shu chaoshi, chaoshiga, ya'ni qayerga bormoqchi? Supermarketga. Nimada bormoqchi? Zuo cho'zuvchini qo'ysak bo'ladi. Ya'ni nimaga o'tirib? Taksiga o'tirib bormoqchi desak bo'ladi. Keyingisi Jesse Baozi Feichang. Bu bo'g'irsoqlar juda ham nima? Masalan, mazali. Haochi degan so'z qo'ysak bo'ladi. Haochi mazali. Tushunarli? Haochini qo'yamiz. Hop, bu yoqda endi nimalar bor? Bu dars mobaynida qilinadigan narsalar. Hop, siz qaysi kunlari nima yeysiz? O'shalarni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'g'irsoq, lag'mon, chuchvara, guruchli ovqat. Hop, men 6-dars ko'p narsa qolmadi. Mana bu joyda
qaysi o'rgangan grammatikalarimiz bo'lsa, demak 10 minut takrorlash qildik. Men как раз 10 minut bo'libdi. 10 minut takrorlash qildik va nima qildik? Biladigan so'zlaringiz aytdiki, lijiya so'z degan bor, ya'ni bilaman degan so'z bor. Lijiya bilaman. Xo'yong degani foydalana olaman degan. Qaysi grammatikani foydalana olsangiz plyus yozib qoldirasiz. Agar bilsangiz ham o'sha tushungan bo'lsangiz, gap tuza olsangiz, nima qilasiz? Yana plyus qoldirib qo'yasiz. Tushunarli? Shunaqa turib hamma grammatikalar tepada, hammasi bor. Keyingisi 7-mavzuga keldik. Mana 10 bir takrorlash qildik. Endi 7-mavzu boshlaymiz. 7-mavzumizda nima bor ekan? Bugun sizlar bilan vaqtlarni o'rganamiz. Qanaqa vaqt ekan? Men kechqurun soat 6:30da ishdan chiqaman degan mavzu. Tushunarli? Bugun shu mavzuni o'tamiz. Hop, pastroq tushiramiz. Bu yerda soatlar bor. Qiziq olish uchun bularni avval bilishimiz uchun darsni o'tishimiz kerak. Dars o'tmasa oldin bularni qo'ya olmaymiz. Qaysi soat nechiga. To'g'ri, raqamlar yozilgan bo'lishi mumkin, lekin aytishni bilmaymiz. Ya'ni soat necha daqiqa o'tdi degan gapni. Bugun demak soatlarni o'tamiz. Birinchi bizga vaqtlardan vaqt uchun, ya'ni hozir degan so'z kerak. Yana qaysi bo'ladi? Hozir, sianzai. Sianzai bu qattiq hassa deb o'qilarda. Sianzai hozir degan. Keyingi dian soat. Bu hisoblanadigan soat. Inglizda o'clock degani. Hour emas, boshqa siyaoshi degan so'z boshqa narsa. Hisoblanadigan soat boshqa siyaoshi. Buni hozir batafsil yana o'tib ketamiz. Mana yozib qo'ya qoling. Siyaoshi degani bu oddiy hisoblanadigan soat. Soat 5 soat, 6 soat, misol uchun dars qilaman, kitob o'qiyman degandagi soat. Ingliz tilidagi hour degan so'zga o'xshaydi. Yozib qo'ying mana. Tushundingizmi? Mana bu soat esa 1 dan 12 ga chiqadi. 1 dan 12 ga hisoblanadi. Ya'ni 24 soat degan narsa yo'q. Soat 5 bo'ldi deganda o'sha raqamni keyin diani qo'yib qo'yasiz. Tushunarli? Mana bu siyaoshi esa vaqtning davomiyligini bildiradi. Ya'ni 5 soat mobaynida degani. Adashib olmaymiz. Misol teparoq yozib qo'ydim. Hop, keyingisi zavshang, ertalab. Hozir bularni umumiy o'tib ketamiz. Ertalab, abitdan keyin. Shangvo tushgacha, abitgacha desam bo'ladi. Tushgacha deb yozib qo'ya qoling o'zbek tilida. Tushgacha. Hop, men abitgacha-da. Qisqa qilib aytganda. Keyingisi fin, daqiqa, o'zi fin jong desa ham bo'ladi. K degani dars degani. Siavo tushdan keyin, ya'ni abitdan keyin. Keyingisi jian, ko'rishmoq. Ya'ni zay jiyandagi jiyan bor-ku, xayrlashmoq, yana qaytib ko'rishguncha. O'shanda kelgan jiyan, kan jiyan, ting jiyan so'zlar bilan keladi. Hop, ba degan so'zimiz nimadirni qila qol deymiz-ku. Nima desa bo'ladi? O'zbek tiliga taklif, maslahat, iltimos, ya'ni birorta narsaga, birorta fe'lga misol uchun yemoq so'zi ch bo'lsa, ch degan yeya qol degani. Tushunarli? Nimadirni qilni qila qol degan. Ya'ni birorta harakatni undaydi sizga, hop. Birorta harakatni undaydi. Buni hozir batafsil to'xtalib o'tib ketamiz. Juda katta narsa. Biror narsani qila qol degan. Yeya qol, ola qol, bora qol deysiz-ku, o'sha gaplar ishlatiladi. Hozir buni shunchaki qila qol deb yozib qo'ya qolaylik. Hozir yana pastda batafsil o'tib ketamiz, hop. Buni hozir shunchaki yozmay tura qolaylik, tarjimasini yozmay turamiz, pastda umumiy o'tib ketamiz. Bu asosan nima ishlatiladi? Demak, taklif, maslahat, buyruq gaplar ishlatiladi. Hop, mana tekst tarjima qilamiz. Xitoy tilida bilamiz, gaplarni ketma-ket qo'yib ketsak, tarjimasi xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Ya'ni birinchisida yozamiz mana. Sianzai nima edi? Ana, bu yoqqa qaraymiz. Mana hozir ji so'zini o'tganmiz, necha, to'g'rimi? Necha soat. Endi bunaqa periyod qo'yamiz. Qanaqa aytamiz? Hozir soat necha deb tarjima qilamiz. Keyin o'tdi. Zavshang nima edi? Ertalab. So'zma-so'z tarjima qilsangiz qarang, tushib qoladi. Ertalab soat 8:40. O'zi 40 daqiqa degan so'z yo'q bu yerda, ana fin so'zini qo'ymagan, lekin nima qo'ysak bo'ladi? Biz soat 8:40. Ya'ni soat 8 dan 40 daqiqa o'tdi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Hop, bu yerda nima debdi? Hozir batafsil tekst tarjima qilsak, yana qo'shimcha o'tib ketamiz. Keyin debdi, men
wo shangwu degan shifan shu yo'q meni ertalab yani abidgacha tushgacha deylik tushda meni tushda soat 10:10 darsim bor deb tarjima qilamiz ya'ni 10:10 darsi bor ekan bu qizni keyin debdi havda degan so'z ko'p ishlatiladi havda degani xo'p degan xo'p biz tushdan keyin soat 2da ko'risha qolaylik mana boya aytdik mana shu nimadir qila qolaylik degan to'g'ri mana qila qolaylik degan endi bunda ma'nosi nima bo'ladi ko'risha qolaylik bo'ladi asosan fe'l bilan keladi tushunarli soat 2da ko'risha qolaylik fe'l plus bilan keladi degan nima qilibdi soat 2da ko'risha qolaylik debdi ho'p endi sizlarga batafsil soatlarni bir tushuntirib o'tib ketay xitoy tilida birinchi soat aytiladi soat keyingisi daqiqa aytiladi tushunarli birinchi raqamni aytamiz ya'ni misol uchun soat 5 demoqchi bo'lsak birinchi soat aytamiz keyin yana raqam soat keyin aytiladi tushunarli birinchi soat 5 deymiz to'g'rimi o'zbek tilida xitoy tilida bir teskarisi ekan 5 soat degani soat 5 bo'ldi degani 5 daqiqa desangiz xuddi o'zbek tilida 5 daqiqa bo'lib ketaveradi bu yerda ham mana Geodian degani Geodian nechi 9 to'g'rimi Geodian bu nima 9 soat ya'ni soat 9 degani shaar degani arshi degan ekan soat 20 o'zi arshi deganni siz vanshang badian siz ham bo'ladi tushunarli mana misol kechqurun hozir vanshang badian xitoyda o'zi anaqa narigi 24 soatliklardan ko'ra asosan mana shu soat 1dan 12 talab bor o'sha 12 ta raqam o'shani aytsangiz ham bo'laveradi ya'ni arshi deganni o'rniga badian desa ham bo'laveradi ya'ni faqat kechqurungi degan so'z qo'yishingiz kerak qaysi edi uni vanshang badian shu sal osonroq varianti hop soat 15 dan 40 daqiqa o'tdi deyapti buni ham nima qo'ysak bo'ladi siavu sandian fin hop yozib qoldiramiz siavu degan abita ekan degani shu 40 fin ya'ni siz buni ham 15 ta o'rniga siavu sandian fin desam bo'ladi o'zim man sandian fin siz ham bizni tushunib oladi просто mana bunaqa shivu deyish shart emas o'zbek tilida borku 15:40 o'shani siz 3:40 desiz ham bo'ladi misol uchun sandian desiz ham hech xato hisoblanmaydi tushunarli bu yoqda ham necha ekan 21:00 buni ham xuddi shunaqa kechqurun vanshang kechqurun necha qo'yasiz Geodian 9 soat 9 Geodian shifn desiz ham bo'ladi bularni tushunarli demak kechqurun 22:00 dachi yana vanshang dian ling vu hop bu yerda nimaga ling so'zi qo'yilyapti ling degani 0 degani hop xitoy tilida 5 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsangiz vufin siz ham bo'ladi lekin ling vu siz nima bo'lar ekan aniqroq bo'lar ekan ya'ni o'zi xato hisoblanmaydi ya'ni vu degan yoki vufin ling vufin ling butun 0 degani demak u nimadir ekan 22 yoki kechqurun soat 10 dan 05 daqiqa o'tdidir ekan tushunarli shunday qilib turib nima qilar ekan vaqtlarni to'g'riroq aytar ekan просто degan vu siz ham shasa qilmaydi degan vufin siz ham hop bizda yana ba'zi ular bor nima edi mana bu yerda to'liq yozilgan ekan yaxshi yozilibdi eski cheskada hammasi tog'dan bog'dan kelgandi birinchisi bizda zavshang so'zi bor edi hozir hieroglifni yozib beraman tepada ham bor adashmasam tepada ham bo'lishi kerak zavshang bu ertalab soat tasavvur qilaylik 6 dan 8 gacha
9gacha. Keyingisi nima? Shangwu. Hop, Shangwu endi olaylik soat 8 dan 12 gacha. Keyingisi Jongwu. Jongwu turibmiz mana hieroglifi. Prosta qaysiligini bilmaslik uchun yoniga yozib qo'yibman. Jongwu degani bu qoq 12:00 atrofi, tushunarli? 12 dan 1 gacha deylik, obeddan keyingi 1 gacha. Obed atrofida tush payti. Hop, keyingisi Xiaowu. Tushdan keyin. Demak, bu qachon? Obeddan keyin to'sha 1 dan soat 1 dan nechagacha? Misol uchun 6 yo 8 gacha bo'lgan vaqt, tushunarli? Ya'ni kechqurungacha demoqchiman. Va keyingisi oxirgisi nima? Mana Wanshang. Wanshang nima bu? Kechqurun degan. Bu o'sha yozda endi soat 8 da, qishda esa 6 da kech kiradi. Bu o'sha 8 dan keyingisi, ya'ni o'sha 20:00 dan keyingisini tushunamiz, xo'pmi? Tushunarli? Demak, vaqtlar mana demak Zaoshang, mana Zaoshang bu yo'q ekan. Shangwu, Jongwu, Xiaowu, Wanshang. Demak, Zaoshang bu ertalab, Shangwu bu obedgacha, tushgacha, Jongwu tush payti, Xiaowu obeddan keyin, tushdan keyin, Wanshang kechqurun. Ya'ni to o'sha nechagacha bo'lsa kechqurun. Hop, pastda endi bizda har xil so'zlar bor, o'shalarni o'qishimiz kerak. Bularni dars mobaynida o'sha ustozingiz bilan yoki nima qilasiz? O'zingiz bir yuqoridagi so'zlardan foydalanib bir o'qiysiz. Hop. Bizda ba'zi so'zlar bor. Misol uchun ardian o'rniga biz liang dian derdik. Ya'ni Xitoy tilida ardian soat 2, lekin asosan buni nima deymiz? Liang dian desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ma'nosi soat 2 degani. Tushunarli? Liang dianni aytsangiz to'g'riroq bo'ladi. Soat 2 degan. Xo'p, bizda ba degan so'z buyruq ohangida bildiradi. Asosan nima deb ma'no bildiradi? Maslahat, taklif, buyruq, iltimos gaplarda qo'llaniladi. Men o'zim hozir fikrimni yozyapman. Shu kitobda ham boshqa xuddi shunaqa yozib qo'ygan. Yengilgina mana. Hop, ergashib keladi. Jiani degani maslahat, Shangliang taklif, muhokama qilish. Chuangao degan asosan buyruq. Hop, Qingqiu iltimos, ya'ni so'rov qiladi, ya'ni so'rov yuborish, ya'ni shuni qiling nimadir taklif bildiradi. Demak, maslahat taklif degani, demak, qanaqa gapni qo'yamiz? Demak, nimadirni qila qoling deymiz-ku. Ovqat bo'lsa ovqatlaning deymiz-ku. Ovqatlaning, nimadir qila qoling deymiz-ku. O'sha birorta fe'lga fe'l bilan kelsa, o'sha fe'lni birorta fe'lni qiling degani, tushunarli? Birorta fe'lni qiling degan. Mana oxirida undo deymiz-ku. Misol uchun oling, o'tiring deymiz-ku. Shuni gaplarda qo'llaymiz. Hozir misollar ko'rib o'tamiz. Bularni dars payti o'qiysiz. Bu mashqlarni tekstda o'qiganimizdan keyingi darsda qilamiz. Hop, keyingi so'zga yetib keldik. Dianyuan kino teatr. Kan ma'nosini hozir ko'rmoq, tomosha qilmoq deb yozib qo'yamiz. Ko'rmoq, tomosha qilmoq. Ko'rish deb yozib qo'ysak tushunarli bo'lar, ha? Ko'rmoq deb qo'ya qolaylik, ko'rmoq. Ko'rmoq, o'qimoq, tomosha qilmoq degan ma'nolari bor. Hozir bu yerga sig'may qoladi mana. Tomosha qilmoq, ko'rmoq, o'qimoq, nimagadirni izlamoq yoki doktorga ko'rinishga o'tib keturadi, tushunarli? Men yozib qo'y. O'qimoq, ya'ni kitob o'qishga nisbatan. Keyingisi tomosha qilmoq. Kichikroq yozmasak sig'may qolar ekan. Ko'rinmoq, ya'ni doktorga ko'rinasiz-ku, shuna gaplarda kan so'zini qo'yamiz. Kan so'zi juda ham universal zo'r so'z. Diyaning
kino film yoki kino deb qo'ya qolaylik. Kino. Sh degani shni o'zi ish deb yozdim. Bu ishlamoqdagi ish emas. Kimdadir ishingiz bo'ladi-ku, ishim bor deysiz-ku. Meni senda ishim bor. O'shadagi ish. Tushunarli? Ish yoki muammo deymiz-ku. Qanaqadir muammo bor, ish bor deydi-ku. Ishga gaplarda qo'yiladi. Bu gongzuo degani emas. Gongzuo bu ishlamoq. Haqiqiy qatada ishlamoq. Bu meni senda ishim bor, gapim bor deymiz-ku. O'shanaqa gaplarda qo'llaymiz. Shunga ahamiyat berasiz. Xo'pmi? Hop, shanka. Dars boshlandi. Yoki dars boshlanish deylik. Dars boshlash deylik. Dars boshlamoq. Bu yerda fe'l bo'lib keladi. Ba'zi vaqt ot ham bo'ladi. Agar oldida yo shanka desa, yo so'zi bu kelsa, agar bor so'zi kelsa, dars bor bo'ladi. Agar просто shanka desa, dars boshlaymiz bo'ladi. Fe'l marda ham keladi. N qo'shimchasi ch degani, senchi, menchi degandek. Hop, ban degani yarim. Hop, siyaki bu fe'l ekan, darsni tugatmoq. Dars tugatmoq. Hop, doimgidek tekst tarjima qilamiz endi. Endi pastdagi so'zlarni avval yodlab olishingiz kerak va oldingi so'zlarni yodlagan bo'lsangiz, keyin tekstni o'qisak bo'ladi. Tekst o'qiymiz. Xiaowu wo xiang qu dianing yuan kan dianing ni quma. Hop, tarjima qilamiz. Xiaowu tushdan keyin hop, ozgina klaviaturamiz qotib qolyapti. Tushdan keyin nima debdi? Men xohlayman. Endi xohlayman so'zini biz oxirida qo'yamiz o'zbek tilida. Men xohlayman. Hozir qarang. Xohlayman. Men hozir shunchaki ketma-ket tarjima qilyapman. Hop. Kinoga borib kino teatrga borib aka. Kino teatrga borib kino ko'rishni xohlayman. Qayerga qo'yamiz? Oxiriga qo'yamiz. Tarjimada. Xohlayman. Nechuyma sen borasanmi? Mana. Ko'rdingizmi? Xohlayman so'zini gapni o'zbek tilida biz oxiriga qo'yamiz. Ular qayerda qo'yar ekan? Xuddi ingliz tiliga o'xshab I want degandek egadan keyin qo'yadi. Demak, men abitdan keyin endi shundan keyin kinoteatrga bormoqchiman, ko'rish bormoqchiman. Sen borasanmi yo'qmi? Keyin nima debdi qiz? Bai jiayu men borishni xohlamayman. Shundan keyin ishim bor. Yana qanaqadir problemim bor, muammoyim bor degandek. Tushunarli? Bularni ham pastga inglizcha joyiga yozib qoldiraman. Tarjima kitobimizda bu so'zlar o'sha kitobda ingliz tili tarjima qilingan joylarda bo'ladi. Yana qayerda? Mana bu yerda bo'ladi. Xo'p. Bularni bu yoqqa hozir kichkina qilib olib qo'yamiz, chunki dars payti o'sha o'quvchilar o'zi tarjima qilish kerak buni. Hop, kelibdi. Xo'p, havda, xo'p. Ertaga ni qanaqa qo'shimcha edi mana? Ch degan ertaga, ch ya'ni ertaga degan savol ber. Ertaga vaqting bormi deyapti. Keyin debdi. Hop, men ertaga tushdan keyin soat 2 da hali darsim bor. 2 da buni hay so'zini 2-3 xil ma'nosi bor. Bu yerda endi xohlasangiz hali, xohlasangiz yana degan ma'nolar ham bor. Bu gapga qarab tarjima qilasiz. Ya'ni o'zi yana degan so'z boshqa ma'nolar bor, lekin bu yerda hayda ba'zi vaqt buni o'zbek tiliga yana deb tarjima qilsam bo'ladi. 2 da yana darsim bor. Mana yo bilan kelsa mana
vaqtda nimadandir borsangiz butun shanka dars bo'lib keladi. Hop, darsim boshlanadi yoki darsim boshlanadi deb qo'ying. Hop, darsim boshlanadi. Soat 4da tugaydi. Demak, qizni nima ekan? Hozir vaqti yo'q ekan. Tushunarli, mana tarjima qildik. Tekst xuddi shunaqa sekin-sekin avval birinchi o'zingiz video dars ko'rishdan oldin tarjima qilib, keyin videoni ko'rib tarjima qilsangiz bo'ladi, chunki tayyor tarjimasiga o'rganib qolmang. Tarjima qilganimda hozir o'zbek tiliga moslab to'g'ri tarjima qilyapman. Balki siz bundan ham yaxshi tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Kommentariyaga qaysi tekstni agar o'zingiz fikringiz bo'lsa ham yozib qoldirsangiz bo'ladi. Glavnisi asosiysi ma'no mazmunini 80-90% aniq tushunsangiz bo'ldi. Tushunali? Hop, pastroq tushiramiz endi. Bularni ovoz chiqarib dars payti o'qiysiz. Keyin bu yerda nima bor? Bu mashqlarni ham keyingi dars boshlashdan oldin qo'yib chiqamiz. Bu yerda endi nima qo'yishingiz kerak? Vaqtlarni qo'yasiz. Hop, bu yerda yana bizda bitta bir so'z bor. N qo'shimchasi bor. N qo'shimchasi birorta ishni aniq bo'layotgan payti, ya'ni aniqlashtirish, misol uchun n qo'shimchasi o'zi, misol uchun ba'zi gapda n qo'shimchasini qo'ysa ham qo'ymasa ham ma'no o'zgarmaydi. Bu yerda prosta men nimadir qilyapman-ku deysiz-ku, o'sha udarение berasiz, ya'ni kuchli bir gapni aniqlashtirib aytgan paytingizda n qo'ysangiz bo'ladi. Nima qilyapsan desa, men o'tiribman-ku deysiz-ku, o'tiribman deysiz. Mana bu yerda 我明天下午2点还有上课呢. Ertaga darsim bor deb turib aniq aytasiz. Aniq gaplarda ba'zi vaqtda bu yerda n kelib qolsa bo'ladi. Bu yerda n qo'ymaysiz ham xato hisoblanmaydi, tushunarli? Bu shunchaki Xitoy tilida oxirida n, l degan so'zlar ko'proq qo'yiladi. Bu o'z bir ch degan ma'noni bildiradi, lekin bu yerda ba'zi vaqtda n qo'ymaysiz ham xato hisoblanmaydi. Ha, bu mashqlarni ham tekstda o'qib qilasiz. Keyingi yangi so'zlarimiz, eski yangisida so'zlar juda ko'p ekan, ya'ni 27 ta so'z ekan. Ba'zilarda xullas 20 tadan ko'p. Eskida esa so'zlar sal kamroq bo'lardi boshida. Xo'p, zay so'zi keldik. Zay so'zi juda ko'p ma'no bildiradi. Birinchi ma'nosi da degani, keyingi ma'nosi nimadir bo'lyapti deymiz-ku, moqta qo'shimchasi. Moqta, kitob o'qimoqda degan gaplarda qo'yiladi. Hop, keyingisi jia, uy yoki oila deb yozib qo'yamiz. Li so'zi ichi yoki ichida. Tushunarli? Ichida. Hop, evening vanshang tepada boy yoziga, mayda kechqurun. Hop, yivan kasalxona. Shangban ishga chiqish, ish boshlash. Ishga chiqish, ish boshlasa ham bo'ladi. Ish boshlash yoki ishga chiqish, tushunarli? Bugun meni shangbanim bor, bugun men ishlayman degan, ishga boraman degan. Hop, diyan do'kon. Hop, tsay taom yoki sabzavotlar. Finchong tepada boya finni o'zi kelgandi. Bu yerda endi daqiqa. Boyaga fin bilan bu fin bir xil narsa. Xohlang uni, xohlang buni ayting, farqi yo'q, bir xil narsa. Keyin hov degani keyin. Bu so'zlarni yodlab bo'lganingizdan keyin nima qilasiz? Keyin sekin tekstlarni o'qiganda tarjimasini tushunasiz. Bobo tekstni tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bu joylarga qarab o'qisangiz ham bo'ladi. Hop, tekst tarjima qilsak, boshlaymiz. V degan so'z o'tganda nima degani? Allo. Nizaynar, sen qayerdasan? Ya'ni bu yerda n o'zi qo'yilgan, qo'ymasa ham bo'ladi. Alyo, sen qayerdasan demak telefonda gaplashyapti.
Debdi Leo Mino deb javob beribdi. Men uydaman. Xo'p, keyin deb javob qaytaribdi qiz. 我晚上6点半下班. Men kechqurun soat 6da ishim tugaydi. Hop, keyin bolam da javob beribdi. 我8点去医院上班. Men soat 8da. Hop, ishimni boshlayman men soat 8da. Kasalxonada ishimni boshlayman. Ishda bo'laman deb tarjima qilgan bo'ladi. Keyin xizmat javob beribdi. Yana howda xo'p. Nichu fandian may isi sayba. Ya'ni butun xotin nima deyapti? Gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Ovqat olib keling, meva cheva olib keling, sabzavot olib keling degan gapni kim aytadi? Asosan xotin bir-biriga demani. Eri qayerda ekan? Uyda ishlayapti, ayoli ishda. Xo'p. Do'konga borib kitob yozishim oson emas, to'g'ri tushunasizlar. Do'konga borib biroz sabzavotlar olib keling. Bu yerda ham ba qo'shimchasi edi. Nima edi? Iltimos, taklif, buyruq yoki o'sha jarayonni birorta fe'lni qila qoling degan ma'no bildirardi. Ya'ni o'sha magazinni sotib olib keling, nima mevalar deyapti. Hop, kenatdi yigit. Howda o'zi ham xo'p degani, biz endi yaxshi deb yozamiz, yaxshi. O'sha finjon ho chu, men 10 daqiqadan so'ng boraman. 10 daqiqadan so'ng boraman. Demak, bu tekstlar nimaga kerak o'zi aslida? Bu tekstlar siz o'sha birorta so'zni yodlaganingizdan so'ng tekst orqali qanday gaplar tuzishligini bilishingiz uchun kerak bo'ladi. Aslida o'zi bularni hozir so'zma-so'z bitta-bitta yozib o'tib ketsak, oldingi darsda vaqtimiz juda cho'zilib ketib qoladi va vaqt juda uzun bo'lib ketsa ham videoni menimcha o'zi ko'pchilik nima qilmaydi, oxirigacha ko'rmaydi. Shuning uchun qisqa lo'nda eng kerak joylarni aytib o'tib ketyapman. Keyin tekstimizda mana bu joy bor. Li yoki Libian degan narsa bor. Libian bitta narsa. Ya'ni bu yerda ham ba'zi vaqtda ichkarida degan gap bor. Men uyda ichkaridaman degan gapdir. Bizda Libian yoki Limian desam bo'ladi. O'sha men uyda ichkarisidaman degan. Libian bilan li deyarli bir xil. Men uydaman, uyda ichkarisidaman. Xo'p, tekst tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak ular nima haqida gaplashibdi? Demak, eri uyda ekan, ayoli ishda ekan. Bir shunaqa holat bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Bizda endi asosan erkak kishilar ishlaydi, ayollar uyda o'tiradi, to'g'ri? Bizda teskari holat bo'lishi kerak aslida. Xo'p, demak, tekstlar, so'zlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana bu diyan so'ziga bir qiziq joyi bor. Biz misol uchun birorta do'kon so'ziga nima qilamiz? Istalgan kitob so'zini qo'ysak bo'ladi. Kitob so'zini qo'ysangiz bo'ladi, kitob do'koni bo'ladi. Xitoy tilida bu shu diyan deyiladi. Tushunarli? Demak, Xitoy tilida diyan so'ziga istalgan narsani nomini qo'ysangiz, o'sha narsa do'kon bo'lib ketaveradi. Misol uchun bir qaysi dars o'tgandiga telefon nima edi? To'g'ri, shouji. Telefon do'kon, sizlar mana telefon do'kon. Shu telefon do'koni bo'lib ketaveradi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Misol uchun shouji diyan yoki nimadir diyan siz bo'ldi, o'sha telefon do'koni bo'lib ketaveradi. Shu joyi nima bo'ldi? Biroz sizga eslatma bo'lsin. Keyin tsay so'zida ham misol uchun davlat plus taom. Bu sabzavot emas, taom deb tarjima qilamiz. Qanaqa bo'ladi? Misol davlat plus taom deb turib, etasi qanaqa bo'ladi hozir?
Misol uchun Xitoy davlati Jongo Tsai. Bu yerda ma'nosi Xitoy taomlari bo'ladi, Xitoy sabzavotlari emas. Tushunarli? Hozir men qo'shimcha aytib o'tib ketyapman, chunki ba'zilarni bilishingiz mumkin, bilmasligingiz mumkin. Mana. Demak, shu degan kitob do'koni Jongo Tsai Xitoy taomlari bo'ldi. Demak, davlat plus Tsai nomini qo'ysangiz, o'sha davlatning ovqatlari bo'lib ketaveradi. Xo'p. Bularni grammatikalarni, mashqlarni dars ustoz bilan yoki kim bilan qilasiz? O'zingiz yoki o'sha keyingi darsdan oldin 8-dars boshlash oldin bularni qo'yib chiqamiz. Hop. Avval nazariy jarayon o'tamiz va keyingi dars doim har doimgidek nima qilamiz? Takrorlash darsi bo'ladi. Har dars boshlashimiz oldin 10 daqiqa takrorlash bo'ladi. Bu yerda nima bor? Bu yerda o'zi asosan guruh bilan bo'lib turib, ya'ni siz qanaqadir vaqtni birinchi qo'yasiz, vaqtdan keyin qaysi vaqtda nimadir qilaman deysiz kerak. Misol uchun bu fan bu biz menimcha o'tgan bo'lishimiz kerak, o'tmagan bo'lsa kerak yozib qo'ying. Zaoshang degani ertalab bo'lsa, fan so'zi taom degani. Mana hozir yozib qoldirib qarang. Zaoshang ertalab, to'g'ri? Fan degani ovqat degani. Endi biz bu yerda endi nima qilamiz? Zaofan sizm bo'ladi. Ya'ni zaofan degani nonushta degan. Endi bu yerda nima bor? Wu fan. Yoki jong vudagi bu. Plus yana fan so'zi bor. Barobar bo'ladi. Wu fan bo'ladi, jong fan emas. Wu fan degani abedga ovqat, tushki ovqat. Hop, keyingisi nima edi? Wan shang, kechqurun. Wan shang kechqurun. Yana fan so'zini qo'yamiz. Hop, barobar nima bo'ladi? Wan fan bo'ladi. Hop. Fan bo'ldi, kechki ovqat bo'ldi. Demak, nonushta, o'zbek tiliga olaylik, nonushta. Tushlik, ya'ni tushki ovqat. Keyingisi nima? Kechki ovqat. Xuddi shunday tarjima qilasiz, hop. Demak, bu yerda nima deyapti? Wu fan, demak, vaqt, o'sha degani vaqt degani. Siz qaysi vaqtda nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi vaqtni qo'yasiz, keyin o'sha fe'lni qo'yasiz, hop. Siyosiy dam olmoq, siyaqi nima edi? Dars tugamoq degan. Demak, qaysi vaqt aytasiz? Mash vaqti darsim tugaydi deysiz, hop. Tugaydi soat 2 da deya olmaysiz. Demak, birinchi vaqtni qo'yasiz, keyin nima qo'yasiz? Mana men mana shu birinchi vaqtda nimadir ish qilaman desangiz, birinchi vaqtni birinchi oldinga qo'yar ekansiz. Shuni bilib oling. Ingliz tilidagi oxirga qo'yilmaydi. Hop, 7-darsimiz shu joy tugadi. Demak, bugun nimalar o'rgandik? Vaqtlarni o'rgandik. Demak, soat 10 dan 15 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsangiz, nima der ekansiz? Sh degan shifin yoki shifin jong deysiz, farqi yo'q. Tushunarli? Shifin yoki shifin jong. Birinchi soat aytasiz, keyin daqiqani aytasiz. Ba'zi vaqtda fin aytmaysiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bugun vaqtlarni o'tdik. Vaqtlarni demak, soat 5 bo'ldi, 6 bo'ldi, 7 bo'ldi, 8 bo'ldi gaplarni nima qilamiz? Yana o'rganib o'tib ketamiz. Keyin yana bir joyi bor. Kitobda ba'zi joylarda, misol uchun, soat 10 dedik, to'g'rimi? Qanaqa bo'lardi? Sh degan. Hop, bu so'zga endi yarim so'zini qo'shib qo'yamiz. Yarim so'zimiz qaysi edi? Misol uchun, ban degan. Ban degan. Soat 10:30 demoqchi bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Sh degan ban bo'ladi. Soat 10:30. Shu tarzda nima qiladi? Davom etadi. Ya'ni istalgan so'zni xohlasangiz, misol uchun, ya'ni soat 10:30. Buni soat 10:30 desam bo'ladi. Ya'ni sh degan san sh. Soat
10:30 degan. Tushunali? Bunaqa aytsangiz ham bo'ladi, ikkalasi ham to'g'ri hisoblanadi. Demak, soatlarni aytish bilib oldingiz. Demak, soatlarga oid bir menda bir anaqa bor edi, qo'shimcha nimadir bor edi hozir. Hop, soatlarni menimcha o'tganmiz, o'tmagan bo'lsak, ma'nolar bor edi, zavshan, jongbular bor edi. Bizda soatlar, mana soatlar. Yidian, soat degan, ana yidian. Kattaroq qilamiz. Yidian, endi soat 1 bo'ldi degan, hop. Liang degan, ar degan emas, liang degan, san degan, s degan, vu degan, leo degan, chi degan, ba degan, jo degan, ch degan, shi degan, sha ar degan. Asosan 12 ta soat aytsangiz to'g'riroq bo'ladi. Tushunali? Keyingisi, mana bu Xiaoshu bor, boya yozdim uni. Dars boshlanishda. Endi o'zi Yi Xiaoshu degani, misol uchun mana. Yi Xiaoshu bu 1 soat degani, ya'ni hisoblanadigan soat, hop. Yoki yiga Xiaoshu siz ham biladi, ya'ni bitta soat siz ham ishlatsa qolmaydi. Keyingisiga Liang Xiaoshu yoki Lianga Xiaoshu. Tushunali? Lianga ba'zilar g ni qo'yadi, ba'zilar g ni qo'ymaydi. 2 soat degani, hop, bu hisoblanadigan soat. Ingliz tilidagi bu. Qaysi bu как hour deb yozib qo'y, yana bir marta. Tushunali? Bu ingliz tilidagi hisoblanadigan vaqt davomiyligi. Hop, 1,5 soat desak, yiga ban Xiaoshu bo'ladi. Boya sh degan ban dedik, soat 10 dedik, to'g'rimi? 10:30. Endi bunda yiga ban Xiaoshu bitta yarim soat deyishingiz kerak. Siga Xiaoshu, vuga Xiaoshu, leuga Xiaoshu, chiga Xiaoshu, ba Xiaoshu, jo Xiaoshu, shi Xiaoshu ketaveradi va bu ya'ni 24 soat, 48 soat, 72 soatdagi soat. Tushunarli? Bu bilan bu soatni biz adashmaymiz. O'zbek tilida kelasi bir xil hisoblanadi. Soatlarning turlari mana yana. Yiga Xiaoshu hisoblanadigan soat, yi degan oddiy soat 1 bo'ldi degan soat, fin daqiqa yoki finjon, miao degani bor, kitobda bu berilmagan, miao bu sekund, daqiqa, soniya degan. Tushunarli? Demak, soatlar mavzusi shu bo'ladi, boshqa narsa qolmadi. Demak, soatlarni demak hali yana batafsilini 5 ta kam, 10 ta kam ularni hali batafsil o'tib ketamiz. Dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiramiz. Darsni montaj qilmayapman. Chunki montaj qilishga ham qancha vaqt ketib qoladi. Birorta narsa endi qo'shmaymiz. Shunchaki olamiz, oddiy sodda qilib turib joylayapman. Yopiq kanal gruppamizga iloji boricha videolarni ko'ring. Bu ilk chiqayotgan videolar, ya'ni keyingi chiqayotgan videolarda endi chiqayotgan videolarni men o'zim joylab boryapman. Sizlarga o'sha foydali bo'lsin deb videolarni ko'rib nima qiling, iloji bo'lsa o'rganing, savollar bo'lsa bering. Agar ustozga borsangiz, ustoz bilan ham o'rganib bu videolarni ko'rsangiz ham bo'ladi. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz ulashing, iloji boricha YouTube'da o'zida videolarni ko'ring. Birovga yuklab yubormang, ya'ni birovga linkini yuborsangiz bo'ladi, lekin Telegramga videoni yuklab olib ko'rsangiz, bu to'g'ri, internetda yutaman deyingiz mumkin, YouTube qotadi deyingiz mumkin. Bizni vaqtimiz, ya'ni men asosan bu nimaga YouTube'ga qo'yapman, ko'proq odam ko'rsa bizga nima bo'ladi, ko'proq odamga YouTube nima qiladi, o'sha odamlarga, Xitoy tiliga qiziqadigan odamlarga bu narsa ko'rsatadi. Agar siz buni linkini yuklab olib Telegramga tashab, bog'idek skachat YouTube degan anaqa bor, sayt anaqalar bor, botlarga link tashiysiz, nima qiladi keyin videoni yuklab beradi Telegramga. Unaqa qilsangiz bizning videolarimiz ko'p odamga yetib bormaydi. Bu faqat o'zingiz ko'rasiz, bizning videoyimizni bo'lmaydi, ko'p odam ko'rmaydi. Iloji boricha videolarni YouTube'da ko'ring va nima qiling, keyinchalik linkini kimgadir yuborsangiz bo'ladi. O'sha inson nima qilsa, videolarimizni YouTube'da o'zida ko'rsin. O'sha aniq tiniq men 1080 anaqada tashlayapman. Megabaytda tashlayman va mazza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Wi-Fi bemalol yuklab olib turib ko'rsangiz ham bo'ladi. Tushunarli? Savollar yo'q bo'lsa, darsimiz tugadi. Agar savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirasiz. Xo'p, demak, sizlar bilan Davron Nizomov bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha. Telegram kanalimiz bilasizlar, Xitoychani kanalimiz bor. Xo'p. Bu esa YouTube'dagi hozirgi kanalimiz. Bu Xitoychani kanalimiz 2019-yil ochilgan. O'zim haqimda ma'lumotlar, kanalda ko'p ma'lumotlar bor.
Bu esa YouTube kanalimizga hozir joylayotgan YouTube videolarimiz. Hop, darslarimiz yoqqan bo'lsa, o'quvchilar keyingi dars ko'rishguncha zayjiyan.